zal harfi arab tilidagi xuddi chuchuk s harfiga o'xshaydi. Ya'ni s harfini biz avvalgi darslarda o'rgangan edik. S ya'ni tishlar orasidan tilni biroz chiqishi orqali talaffuz qilinardi. Zal harfi ham xuddi shu mahrajdan, ya'ni tishlar orasidan tilni biroz chiqishi orqali talaffuz qilinadi. Va zal harfida e'tibor qilinadigan narsa s tovushida havo kuchli oqim bilan og'izdan chiqardi. Lekin zal harfida havo endi yo'q. Ya'ni zal va s harflarini farqi bularni havo chiqishligi va havo chiqmasligida. Ya'ni zal harfi bilan s harfining mahraji tishlarni orasidan tilni biroz tishlanishi orqali talaffuz qilinadi va ikkala harf ham o'zi aslida istifola, ya'ni fatha bilan kelsa za yoki fa shaklida talaffuz qilinadi. Va yana qo'shimcha ravishda s harfimiz hams, ya'ni havoli, zal harfimiz bo'lsa jahr, ya'ni havosiz holatda talaffuz qilinadi. Va ikkala harfimiz ham rohova sifatiga ega, ya'ni zal harfi ham ko'proq o'shalinadi, s harfi ham xuddi shunaqa holatda talaffuz qilinadi. Va zal harfini so'zdagi misoli masalan man zallazi yoki hazallazi allazi shaklida zal biroz tishlar orasidan chiqib tishlaniladi.